Qobil, vertolyotda zavat qil. Let's go, my friend. Qobil. Yana bir bora dizayn guruhi muxlislariga assalomu alaykum, xush kelibsizlar deymiz. Mana birinchi bo'lib yakka chiqishim men boshlayapman. Endi hammanglardan iltimos qilgan bo'lardim, bemalol o'zinglarni bo'sh qo'yib o'tirishinglarni, uyda o'tirgandek o'tirishinglar mumkin. Bemalol qarsak chalasizlarmi, xushtak chalasizlarmi, shu chalishlarni sinab olasizlarmi, bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Sinab o'ringlar. Endi bu yil nima gapirar ekan deb turgan muxlislarimiz ham bor. Men ko'p maslahatlashdim. Shuning uchun bugun sizlar bilan Munisa Rizayeva haqida gaplashamiz. Endi ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Munisa Rizayeva 1986-yil 21-oktyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, Munisa Toshkentda katta bo'lgan deb. Yo'q, u Toshkentga kelganda o'zi katta edi. U Angliyada o'qib kelgan, ijodini Toshkentda boshlagan. Harqati boshida o'sha 1-2 jonimda qolmadi kuch, o'sha Gollivud qo'shig'ini aytdi. Keyin kuch qolmagandan keyin sekin asta dedi. Mana oxirgi qo'shuvlari ham juda ham chiroyli chiqyapti. Bilsanglar, oldinlari u har bir qo'shig'ini avjida qilib qo'yardi. Hozir qo'shuvlari yaxshi qilib qo'ymayapti u qiz. Qop-qora degan qo'shiqqa klipiga bizani chaqirdi, men yo'q demadim. Endi nima deyman? Xo'p, Munisaxon. Chunki Munisa menga yo'q demagan hech qachon. Bordi to'rttalamiz, to'rtta qop-qora ot tayyorlab qo'yishdi, qop-qora kiyim bilan. Eng qizig'i shu oxirgi otga Dilshod degan taraf qarasa, ot bilan Dilshod degan ajrata olmadik-da. Yo'q, Dilshod degan ot mingali, yo'q, ot Dilshod degan mingali. Ajrata olmadik, latta osilyapti, qanday Dilshod degan yo'q. Topolmayapmiz-da, lekin bu qo'shiqchini fanatlari ham ko'p ekan. Bittasi kelmanga Munisa gaplashib bering deydi. Aytgan pulingizni bering, gaplashib bering. Nimaga desam, kutib olishga gaplashib bering. Kelin-kuyovni kutib olishganmi, to'yga ham? Yo'q, to'y yo'q, kelin-kuyov ham yo'q. Ishdan kelganda kutib olsin deydi. Men gaplasha olmayman, nima? Birrovga gaplashib bering deydi. Men tanishga gaplashmayman, o'zimga gaplashmayman, birrovga gaplashamanmi dedim. Lekin bunaqa fanatlar ko'p ekan. Mana yaqinda Samarqand shahriga borganda Registon Navo degan organizatorskiy sentr bor. O'sha yerda janjal, kuyov boshiga ko'taryapti. "To'y, Munisa gaplashib berasan menga. Et og'zingga siqqanni beray" deb qo'yadi. 100 ming ko'kat beraman. Men ham keyin organizator chaqirib Jalil aka dedim. 100 ming, meni gaplashib bering dedim. Jalil aka menga qarab, "Yo'q, Qobiljon, siz tushunmadingiz. Bu Munisa kelin bo'lib o'tirishga gaplashmoqchi" deydi. Ko'ndirish olmadi. Oxiri organizatorlar ham kuchli bo'lar ekan ishga. Munisa Rizayeva degan boshqa qizni topib, Angliyada 1 yil o'qitib, operatsiya qildirib, yuzini o'zini o'xshash kerak-ku kelin Munisaga, to'g'rimi? To'y zo'r o'tdi, lekin Munisa degan to'yxonada bo'ldi ham. Ana fanat. Ey qoyil qolganim, hali yigit Rizayev degan familiyaga o'tdi. Dahshat. O'zi Munisa to'ylarda umuman dahshat kirib keladi. Kirib kelishini ko'rganmisizlar o'zi? 13 ta sozanda bilan kirib keladi. Sozandalar mana shunaqa. Xuddi любой instrument chalib tashlaydi. Mamno qarasam, Munisa kirib kelsam, 2 ta Munisa turibdi. Keyin bilsam, bittasi u barabanchisi ekan, chochi sal Munisdan kaltaroq. Keyin ajratib oldim. Keyin anaqa fanatlar ham kuchli, hamma narsani biladi. Ikkita bola turib olmamiş. Munisa to'ylarga Mersda kelar ekan, deydi. Demak, chiqib ko'rganda. Chiqib oladi tashqariga bolalar mana shunaqa. Munisa kelibdi desa, ko'chaga chiqib olib. Hammani ko'zi Mersda. 22 diskami? Munisa mashinadan tushib bo'lgan, bolalarning ko'zi diskada. To'y ham boshlanadi, amallar bir narsalar qilishadi.
Har to'y boshlangandan keyin ham tinchlik yo'q deb. Munisga bunday qarasam, shu joyda aylanib yotibdi. Har bir qatorida aylanib yotibdi. Ko'yniga qisilib qoldimi deb bunday qarayman. Nima? Orqasini o'giradimi? Keyin yonimda nima bo'ldi? Nima aylanib yotibdi desam, ular bilgan deb. Nima deydi menga qarab, endi aka siz ham yengi tish qo'ydirsangiz kulaverasiz deydi. Yangi kiyim olgandir dedim. Vaqtavvat tushadi. Lekin Munis har bitta to'yga alohida kiyim oladi. Uyda kiyimlarni sanasangiz nechta to'yga borganini bilsa bo'ladi shundan. Kiyimga qaytsa, lekin uni Instagramda kommentini o'qidim, muxlislardan kelgan. Munis apa, men sizni fanatizman, iltimos kichkina kiyimlaringizdan bersangiz. Kichkina kiyim qanaqa kiyim? Naskiymi? Mendan so'ra troyka qilib beraman komplekt. Keyin men ham yozdim. Ha, Munisaxon, tinchlikmi, nima bo'lyapti? Ana eshigingizdagi sedana tashab ketibdi boladim. Topdim o'sha bolani. Nima qildingiz desam, dabdalasini chiqarib, umuman tashamini yoqib qo'ydim. Baraka toping dedim. Bilasizmi, meni Kobul deydi. Yozib yuboribdi Kobul deb. Tanki kichkina. Men yozdim Munisaxon bu K emas, tagida ilmog'i bo'ladi qani dedim. Nimalar? K qilib qo'yibsiz dedim. Temboli kichkina. To'g'ri yozing, iltimos, men xafa bo'lmadi, Xudoga shukr. Ana ijodlar davom etyapti. Endi omad tilaymiz Munisaxonning ijodlariga ham. Mana Xudo xolasa, bu yog'iga yangi ijodlarni boshladilar, konsertlarda xizmatdamiz, birga do'stmiz. Endi xafagarchilik bo'lmaydi Munisaxon, Xudo xolasa. E'tibor uchun rahmat. Убирай отсюда. Боже, Мали. Пустить массу. Poytaxtimizdagi bog'chalarning biridagi hamshiradan tushgan shikoyat xati Mirsodiqovaning e'tiborini tortdi. Unda 4 yoshli Shamsiddin Boltaboyev, 3 yoshli Qamariddin Teshaboyev, yana shu kabi ro'yxati uzundan uzun Tesha-yu Boltaboyevlarning tirnoqlari o'sib ketganmish. Garchi ularning ota-onasi bu haqda ogohlantirilgan bo'lsa-da, oxirgi paytlarda bu holat yana takrorlanayotgan ekan. Qani, tekshiruvni guvohlarimizdan boshlaylik-chi. Ularning tirnoqlari necha metr, santimetr, yo'q, millimetr ekan. Dilshod, yaxshimisan? Rahmat. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men savollarimga javob bera olasan? Ha? Unda boshlaymiz. Bog'chaga borasan, maktabga? Bog'chani oldidagi maktabga. Maktabing qayerda? Yoqublarning uyini oldida. Yoqub kim? Yoqub shani maktab oldida turadi-yu uyda, o'sha bola. Yoqub san o'rtog'ingmi? Yo'q. Ha, qayerdan taniysan? O'sha maktab oldida turadi-yu, o'shadan taniyman-da. Ha, xo'p. Nechinchi sinfda o'qiysan? 1-sinfda. 1-sinfda? Ha? O'qituvching yaxshimi? Yomon. Nima, dars yomon o'tadimi? Yo'q. Sizlarni urishadimi? Yo'q. Ne unda yomon do'st? Yo'q, men aytmayman. Odamlar har doim maktabdan olib ketayotganlarida o'sha o'qituvchimga qarab turib, "Voy, mana shu o'qituvching yomon" deydilar. Xo'p, hisob kitob bilasan, a? Ha, bilaman. Unda savol beraman senga. Senda 4 ta Dubay suxarigi bor. 4 ta. Menga bittasini bersang, senda nechta qoladi? Bitta ham qolmaydi. Nega? Chunki siz bittaga to'ymaysiz. Men bittaga to'yaman.
Men bitta Dubay suxarik yesam to'yaman. Yo'q, Dubay suxariklari-chi mana zo'r, shirin. Unga hech kim bittasiga to'ymaydi, tushundingmi? Bye. O'tirib bo'ldi. Ha. Mana qarang. Ha. Menchi haligi bunaqa narsalardan ko'paytiruvlarni ham yaxshi. Kara jadval. Karalarni bilaman. Qani aytib ber. Mana, eshiting. Ha. 2 kara 2 3, 3 kara 3 7, 9 kara 9 4, 20 dan 10 ni ayiradigan bo'lsak 8. Malades, to'ppa to'g'ri. Sen katta bo'lsang, katta odam bo'lasan, 5 yosh. Rahmat. Qara Dilshod bizachi maktabda o'qiganimizdachi noto'g'ri xunuk yosi o'qituvchilarimiz qo'limizga urardi. Sizlarda ham shunaqa? Yo'q, bizda unaqa emas. Ha. Agarchi bizani o'qituvchilar qo'limizga uradigan bo'lsa, oyim borib chiroyli qilib yozib yuboradilar, o'shaning uchun urmaydilar. Sen o'qituvching stoliga knopka qo'yasan? Yo'q. Ha. Adam aytadilar, "Sen o'g'lim yaxshi bola bo'lgin, yomon bolaga o'xshab o'qituvchilarning stuliga knopka qo'ymagin" deydilar. O'shaning uchun men magazinga boraman-da, knopkani faqat sotib olaman, olib kelib beraman, boshqa bolalar qo'yishadi. Uy hayvonlarini bilasanmi Dilshod? Ha? Menga 10 tasini sanab ber. 10 tasi. 5 ta kuchuk, 5 ta mushuk. Yaman mazza bola ekansan deb. Sen katta bo'lsang, to'shna katta odam bo'lasan. Ha, keyingi savol. Uyingizga mehmon kelib turadimi? Har doim kelib turadi. Ne, turadi. Uyimiz yo'q-da. Qani uyinglar? Eski uy buzib tashladi, yangi uy quryaptilar-da, adamlar o'shanga Ha, qarab. keyin bitsa kirishadi. Ha. Ha. Yana senga savol. Maqola aytaman, davom ettirasan, xo'p? Xo'p. Mehnatdagi Keles. mehnatdagi rohat. Aldamang. Ha. Rohat qo'yiluvda-ku. Mehnatdagi keles. Buvimlar o'sha yerda turadilar, men bilaman. Anaqa biz zo'r TVni ko'rganimizda-chi, Ha. bir marta siz boshqa ko'rsatuvda ham chiqqansiz, men ko'rganman. Qaysi? Bu mening onam. Shunaqami? Yoqadimi senga shu ko'rsat? Rosa ham yoqadi. Rosa ham yoqadi. Nimasi yoqadi? Ana onalarga gapirib, anaqalar qiladi-ku, o'shanisi rosa ham yoqadi-da. Oyingga telefon qilib beringmi? Salom yo'llaysan. Voy, qilib berasizmi? Ha. Mayli. Ha, qara. Onajon! Biz Zo'r TVga keldik, ona! Bu yerda katta binolar bor ekan, onajon! Bo'ldi. Bola ham shunaqa baqirar ekan. Ha? Men boshlovchi bo'lman o'zim bola bo'laman. Hamma. Ha. Qani? Ota. Jek kelmagan boshlovchi bo'larkansan men. Ay, siz rosa kelgan bo'lyaptidingiz-da. Bo'pti, menga qara. Gaplarini aytib turman, holatga kirib oling obrazga. Hop, qani? Tergovchi Mirsodiqova bolalarni tergab, ularni savolga tutdi. Sal qirg'az. Qorinni emas. Ha? O'tir, bo'pti. Men yosh bola bo'laman. Ber savol. Qani yosh bola bor. Ha, bo'ldi. Abdurahmon, sen uy hayvonlarini bilasan, ha? Yaxshi bilasanmi? Qani menga 10 tasini sanab ber. 10 ta qo'y. O'l qo'y. 11 ta bo'ldi sen bilan. O'sha men parikka. Bola menda yaxshi o'xshayotdi. Nima? Bola menda yaxshi o'xshayotdi deyapman. Kechirasan-ku. Senda 2 ta bola, menda 4 ta bola. Bola menda yaxshi o'xshayapti. Hayroningda hozir egasi kelsa o'ladi. Sen o'zing anaqa qilsan.